Avvalgi dasturlarimizda O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Namangan viloyati kengashi tomonidan Kosonsoy tumanidagi Savanna mototrassasida motosport bo'yicha viloyat hokimi kubogining birinchi bosqichi bo'lib o'tayotgani haqida xabar qilgandik. Navbatdagi lavhamizda mazkur musobaqaning hal qiluvchi bosqichi tafsilotlari haqida so'z yuritiladi. Namanganda bo'lib o'tadigan 2-xalqaro Namangan avto festivali doirasida tashkil etilgan mototsikl poygasi bo'yicha viloyat hokimi kubogining birinchi bosqichi noqulay ob-havo sharoitida bo'lishiga qaramay motokross ishqibozlariga yana bir katta shouni taqdim etdi. Kosonsoy tumanining Olmazor mahallasi hududida joylashgan Savanna mototrassasida 2 kun davom etgan musobaqada respublikamizning turli viloyatlaridan tashrif buyurgan jami 9 ta jamoada 82 nafarga yaqin motosportchilar g'oliblik uchun bahs olib bordi. Musobaqa shartlariga ko'ra sportchilar dvigatel hajmi 65, 85, 125, 250, 500 va 750 kub santimetr bo'lgan mototsikllarda bellashdilar. Ishtirokchilar trassaning baland pastliklari hamda murakkab burilishlarga boy maydonda start bayrog'i ishorasidan so'ng belgilangan masofalarni bosib o'tib, birinchilik uchun astoydil harakat qildilar. Minglab mototsikl ishqibozlari guvohligida o'tgan motopoygalarda sportchilar murakkab trassada o'z mahoratlarini amalda namoyish etishdi. Ayniqsa Chizi, Xitoy, Moto, Oren va veteran yo'nalishlarda ishtirok etgan yurtdoshlarimiz o'z imkoniyatlarini sinab, murakkab trassada barchaga yuqori kayfiyat ulashdilar. Murosasiz kechgan bahslar natijasiga ko'ra, umumjamoa hisobida 3-o'rin Namangan shahri, 2-o'rin To'raqo'rg'on tumani, faxrli 1-o'rin esa Kosonsoy tuman o'quv sport texnika markaziga nasib etdi. Shuningdek, dvigatel hajmining turli yo'nalishlari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Ularga tashkilotchilarning diplom va medallari, qimmatbaho sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Poytaxtimizda qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston chempionati